Assalomu alaykum. Bu meni YouTube'da birinchi marta long formatdagi videoyim. Yo'qsa obuna, komment va like ham bosib qo'yasizlar. Qani bo'lmasam jo'jalarni olishni boshladik. Boshlargimda mana bu meni kul jo'jam. Ochganiga bir oydan o'tdi. Bah. Olmasam boshqa jo'jaga ham o'tsak, buni ko'rdilaring. Bu meni ikkinchi kul jo'jam. Mana bu yirikroq birinchisidan ko'ra. Mana turishi. Katta jo'ja, oyog'i ham polvon. Bo'lmasam boshqa jo'jalarga o'tsak yana. Ana uchinchi jo'ja. Sariq jo'ja. Lekin katta bo'lsa qizil bo'ladi, bartavoy bo'lib. Hammasi bir xil, yoshi teng ochgan. Bir oylikdan o'tishdi. Ana turishi. Unda yana jo'jaga o'tamiz. Bu mana 4-jo'ja. Ular 3talikdan katta, lekin shu bilan yoshi teng. Hammasidan yirik, oyog'i ham uzun, istigmasin. Hozir jo'jalarga yaxshilab qarash kerak. Issiq bo'lyapti o'ta. Suvni o'z vaqtida berib. Issiqda bo'lmasam chanqab qolishadi. Agar shunday davom etsak, nariga kichkina jo'jalarni ham video qilamiz. Xo'razmon bor, zo'r. O'shani ham obzor qilamiz. Yoqqan bo'lsa video like bosib, komment yozib qo'yinglar. O'zim xayr.